Video boshida sizlarga Abdulhamid nomli kanalni tavsiya berib o'tmoqchiman. Bu kanalda juda ham ajoyib qo'rqinchli hikoyalar chiqadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kanal manzili tepadagi yozuvda yoki video opsiyaniyasida. Chodirda maza qilib dam olish uchun sayohatga ketayotganda menda pikap va uning orqasida chodirim va boshqa narsalarim bor edi. Shunda birdan yomg'ir boshlab ketdi. O'z ishimga borgim keldi va GPS ni kuzatganimda u hali ham uzoq ko'rsatayotgandi. Joyimda to'xtadim va tushib o'z ishimni bajardim. Mashina chiroqlari uzoqdagi daraxtlarni juda ham yaxshi ko'rsatib turgandi. Yaqinimda shundoqqina dengiz turgandi. Men o'z ishimni bajarayotganimda bu ovozdan juda ham qo'rqib ketdim. Mashinaga mindim va uni yoqishni o'rniga o'chirib qo'ydim. Atrofga zulmat cho'mdi va men zo'rg'a mashinani yoqib oldim. Shunda yo'lni boshida men u ayolni ko'rdim. U juda ham uzun bo'yli edi. Hattoki tomirlari tanasidan bo'rtib chiqib turgani shundoqqina ko'rinib turardi. Mashina oynasini tushirdim va "Xonim, sizga yordam kerakmi?" deb so'radim. U esa hech nima demasdan shunchaki kallasini qimillatib turardi. Shunda uni tanasidagi hamma yorug'larni ko'rdim. U mashina oynasi yoniga keldi va boshini ko'tardi. Uni ko'zlari yorib turgan sariq rangda edi. Bu esa odatiy emas edi. Unga yordam bera olishimni aytganimda u kuldi va boshini bir tomonga egib oldi. Shundan so'ng u meni kuzatishda davom etayotgandi, ammo qanaqadir ovoz keldi va u bor tezligicha o'rmonga qarab chopib ketdi. Men birpasga o'ylab qoldim. Men undan yordam kerakmi deb so'radim va menimcha endi hech qanaqa ayol meni kuzatmasligiga ishonchim komil edi. Shunda mashinani o't oldirdim va yo'limda davom etdim. Tohirga yetib kelishimdan oldin yomg'ir to'xtadi va men tovuq pishirishni boshladim. Shundan so'ng 3 idish ichimlikni tugatganimda bir narsani bilib qoldim. Bu sohilga mendan boshqa yana kimdir kelgan edi. U yerga borganimda bir narsani sezdimki, ular afsonadagi Baxtiyor va Sevara edi. Baxtiyor Sevarani qo'lidan ushlab kulayotgandi. Shunda Sevara birdan yo'tala boshladi va Baxtiyor juda hayron qolgan ko'rinardi. Keyin Sevara juda ham chuqur nafas olishni boshladi va o'rnidan turib yerga yiqildi. Shunda Baxtiyor uni ko'tardi va hammasi reja bo'yicha ketyapti dedi. Men qorong'uda turganligim uchun u meni ko'rmadi va kulgan holatda Sevarani chodirga olib ketdi. Bu voqeani ko'rib juda ham hayron qolgandim. Shunda bu safar Baxtiyor chiqib bitta butun idishdagi ichimlikni ichib bo'lib qaytib kirib ketdi. Men hayron qoldim va nimadir qilishim kerakligini anglab, tezda o'zim tayyorlagan chodir yoniga bordim. Men doim chodirda o'zim bilan bita olib olardim. Men ularning yoniga borar ekanman, qo'limda bita bilan, ammo qo'lim qaltirardi. Chodir yoniga borganimda qanaqadir ovoz eshitdim. Chaynagan ovoz kelib turardi. Hayron qoldim va cho'ntagimdan fonarni olishga qaror qildim, chunki qorong'uda chodir ko'rinmasdi. Shunda boyagi Baxtiyor yerda jonsiz yotardi. Uning ustida esa Sevara edi. U xuddiki hech qachon ovqat yemagandek uni g'ajirdi. Uning ko'zlari ortiq yashil emasdi, qo'rqinchli edi. Men hayron qoldim. Shunda u birdan boshini ko'tardi va shunchaki o'ngga va chapga qaray boshladi. Shundan ko'rinib turardiki, u ko'rish qobiliyatini yo'qotgandi. Juda ham qo'rqib ketgandim va sekin asta orqaga tisarila boshladim va bilmay shoxni bosib oldim. Shunda sekundlar ichida u menga tashlandi. Men yiqilib tushdim va o'limim
kelishini kutardim, ammo bir qaraganimda u mening oyog'imdan ushlab olgandi va men undan qutulish uchun ikkinchi oyog'im bilan uni tepib yubordim. Uni burni singan ko'rinardi, ammo shunga qaramay u menga yana bir bor tashlandi. Men juda ham katta tezlikda qochib ketdim va borib o'z mashinamga o'tirdim. Menda bir maqsad bor edi, tezroq bu jin urgur joydan qochib ketish. Yo'lda ketar ekanman, boyagi Sevarani uchratgan joyimda yana ikkita afsonaviy odamlarni ko'rib qoldim. Ularning birining ismi Usmon edi, ikkinchisiniki esa Imronxon. Ular o'lik kiyikni yeb turishgandi. Shunda ularga signal berganimda, ular juda ham tezlikda menga qarashdi. Lekin ular faqatgina ovozni eshitishgandi. Shunda mashinani o'ta oldirdim va bir manzaraga guvoh bo'ldim. Millionlab zombilar oyoq qo'llari yo'q bo'lsa ham qanaqasigadir urar, tirik edilar. Shunda men nima qilishni bilmay qoldim. Ular menga qarab yaqinlashib kelishayotgandi. Bir narsani angladim, agar hozir mashinani haydab ketmasam, men ham ulardan biriga aylanib qolardim. Ammo bir narsani o'yladim, agarda men hozir bularni yo'q qilishga qo'l urmasam, ular ko'payishardi va dunyoni yo'q qilib tashlashlari hech gap emasdi. O'zim bilan olgan 3 kanister benzinim bor edi. Shunda men mashinani to'g'ri ularning ustiga haydab, ularni yanchib tashladim. Shunda benzinni oldim va hamma o'lik zombilar ustiga benzinni sepib, ularni yoqib yubordim. Menimcha ular qayta tirilishmaydi, ammo shu narsaga amin edimki, yana kimdir ta'tilga kelganda ular uni yeb qo'yishlari mumkin. Ammo biror nima bu voqeani tubdan o'zgartirib yuborishga ko'zim yetardi. Eson-omon uyga yetib oldim va men faqat yangiliklarni kuzatadim. O'sha ayol va o'sha erkakni yangiliklarda aytishardimi yoki yo'qmi deb umid qilamanki, bu narsa meni esimdan darrov chiqib ketadi. Va bir narsaga shunchaki umid qilardim. 2020-yil eson-omon kelishini.